قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori Alloh taologa xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mu'min musulmon qarindoshlar, bugun biz dunyoga berilmaslikning fazilati haqida 3-bo'limni dars qilamiz aziz qarindoshlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Bilanglar ki dedi, dünya terikçiliki oyundan, yani kişini ahirette, gaflette kaldırdıgan meşgulattan, zibu zinetten, öz ara pahirlenişten, pul, mal, farzand ko'paytib faxrlanishdan iboratdir dedi. Dunyo tirikchiligi mana shu narsa. Mana shu arzimagan zibu zinnatga, faxrlanishga, manmanlikka berilib inson mana shu narsani ko'paytiraman deb Allohni zikr qilishdan g'aflatda qoladi. Bu dunyoga biz faqat olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh taologa taat ve ibadet kılmak için geldik aziz qarindoshlar. Shuning uchun bizning bütün g'oyamiz, bütün maqsadimiz, bütün nishonimiz Allohning rizoligini topmak bo'lishi kerak. Undan boshqa hamma narsalar o'tkinchi narsa. Agar biz dunyoda qiylansak ham, och qolsak ham, boshqa bo'lsak ham, nima bo'lishimizdan qat'iy nazar alemlerinin parvardigori bo'lgan Alloh taoloni rozi qilib o'tib ketadigan bo'lsak, uyog'imiz, ya'ni oxiratimiz obod bo'ladi aziz qarindoshlar. Chunki bu dunyo hayoti o'tkinchi hayot, oxirat hayoti esa mangu qoladigan hayotdir. Shuning uchun mana bu dunyoga berilib, oxiratdan g'aflatda qolmaylik aziz qarindoshlar. Başka bir ayette Allah Teala yana mundaq deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbuş şehawat minen nisa'i vel banin vel qanatiril muqantarati minez-zahabi vel fidda vel khaylil musawwamati vel an'ami vel harf. Zalika mata'ul hayatid dunya vallahu indahu husnul ma'ab deydi. Ayollar, o'g'illar, altın kömüşten toplangan köp mallar, argımaklar, çarvılar, ikinlerden ibaret köngül tartıdığan narsalarının muhabbeti insanlarga çıraylık körsetildi. Mana bu narsalarning mal dunyolarning hammasini Alloh taolo insonga nihoyatda çıraylık qilib ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni bandasini sinash uchun. Oldingi hadisda ham aytib o'tdik, dünya nihayetimi tatlık, nihayetimi şirin, nihayetimi yap-yeşil narsadır. Bu insanni o'ziga jalb qiladigan anaqa narsadir. Chunki Alloh taolo shunday qilib yaratib qo'ygan. Ammo yaratgan bilan birga siz bizlarni ham
yo'llarni ko'rsatib qo'ydi. Ma yo'l bilan mangdigan bo'lsang, mening roziligimga erishasan, agar ma yo'l bilan mangdigan bo'lsang, mening g'azabimga erishasan deb. Shuning uchun biz bu yerda Allohni rozi qiladigan yo'lni tepib, Allohni norozi qiladigan yo'llardan saqlanishga harakat qilishimiz lozim aziz qarindoshlar. Oyatda aytadiganki, ular dunyo terikchiligida manfaatlanadigan baqosi yo'q narsalardir. Bu hamma narsalar, oltin, kumush, arg'amoq otlar, mana bu bog'rolar, bog'u bo'stonlar, mana bu chorva mollar, mol dunyolar hammasi hech bir baqosi yo'q narsadir. Fani narsadir, hammasi yo'qolib ketadi. Allohning dargohida bo'lsa qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir dedi. U jannatni sizni bizlarga tayyorlab qo'ygan, ammo u jannatning sharti bor. Oson emas, dunyodan o'lib ketgan insonning hammasi o'lishi bilan jannatga kiradi. Yo'q, ana shu imtihondan o'tgan inson jannatga kiradi, o'talmagan inson Allohning g'azabiga yo'liqadi. Chunki Alloh taolo payg'ambarlarni o'tib qo'ydi bu dunyoga. Payg'ambarlar barliq narsalarni sizni bizlarga uqtirdi, anglatdi. Hamma ipidan yengnisigacha hamma narsalarni sizni bizlarga bildirib bu dunyodan o'tib ketdi. Endi biz nafsimizga agishadigan bo'lsak, do'zaxning yo'lini tutamiz. Agar biz nafsimizni boshqara oladigan bo'lsak, Alloh taolaning roziligiga erishimiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak inson dedi. Bizning butun vujudimiz, mana bu dunyodagi barliq ish harakatlarimiz jannatga yetkazadigan, jannatga erishtiradigan bo'lganda biz oxiratning baxt saodatini qo'lga keltirgan bo'lamiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh taolo hammamizni dunyo uchun emas, oxirat uchun harakat qiladigan, Allohning roziligi uchun taat ibodat qiladigan solih qullardan bo'lmoqligini Alloh taoladan tilab qolamiz aziz qarindoshlar. Qur'oni Karimda oyat bu haqda oyatlar bekmi ko'p, ammo biz mana bu ikkita oyat bilan kifoyalanamiz aziz qarindoshlar. Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhudan rivoyat qilingan hadisda u zot mundaq dedi. Kunlarning birida men payg'ambar alayhisolamning huzuriga keldim dedi. Va huwa yaqra al-hakumut takasur. Men kelgan cheg'imda payg'ambar alayhisolam al-hakumut takasur surasini o'qiyotgan ekan dedi. Ya'ni mol dunyo ko'paytirish hirsi sizlarni oxiratdan g'aflatda qoldirmasin degan bo'ladi. Mol dunyo ko'paytiraman deb, mol dunyo topaman deb oxirat hayotidan g'aflatda qolmanglar degan bo'ladi. Mana bu surani o'qiyotgan ekan dedi. Men payg'ambar alayhisolamning huzuriga kelganimda. Kelganimdan keyin payg'ambar alayhisolam mundaq dedi dedim. Yaqulu ibn Adam mali mali wa hal laka ibn Adam min malik illa ma akalta fa afnayta aw labista fa ablayta aw tasaddaqta fa amdayta degan ekan. Ya'ni buning ma'nosi shundan iboratki, odamning bolasi mening melim deydi. Ya'ni mol dunyo uchun kecha kunduz harakat qilib, mening dunyorim ko'paysin, mening melim, mening pulim, mening oltin kumushim deb mana shunda har kecha kunduz harakat qiladi dedim. Ey inson, faqat u mollaringning ichidan yeb tugitib olganing yoki kiyib chiritib olganing yoki sadaqa berib oxirat uchun avatib olganing seningdir dedi. Uningdan boshqasi sening emas. Yivog'inimiz bizningki ekan. Kiyvog'inimiz bizningki ekan. Sadaqa ehson qilib oxirat uchun yo'llavog'inimiz bizningki ekan. Uningdan boshqasi bizning emas ekan aziz qarindoshlar. Yana qanchalik millioner, milliarder bo'lib ketsin bir inson o'lganda ana shu kafanga o'rilib ketadi bu dunyodan. Yoki tabutini oltindan qilib ham ketalmaydi. Oltindan tabut qilib qabrisiga oltin bilan ko'madigan bo'lsa,
24 saat keçinin özüde o altından hiç narsa kalmaydı. Onu kolab, o insanı kapyalang'aç taşlab qo'yib, ana shu oltinlarni elib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun hamma narsa bu dunyoda qoladi. O'zi bilan billa ketadigini insonning solih amali, yaxshi amali, Alloh taolo buyurgan ishlarni qilgan, payg'ambar alayhisalom buyurgan ishlarni qilgan, insonlarni rozi qilgan solih amali o insonga hamroh bo'ladi qabrda ham, oxiratda ham. Agar undaq amali yo'q bo'ladigan bo'lsa, o insonning prezident ekanligi, minister ekanligi, yoki bir shahar hokimi ekanligi, yoki bir boshqa ekanligi o insonga hech qanday foyda bermaydi aziz qarindoshlar. Foyda beradigan narsa hayotiy dunyoda qilgan yaxshi amallarimiz sizu bizlarga hamroh bo'ladi ekan. Uningdan boshqa hech narsamiz hamroh bo'lmaydi. Shuning uchun ham payg'ambar alayhisalom Fatima onamizga aytdi ekanki, ey Fatima, yaxshi amal qilgin. Men payg'ambarning qizi deb nim bo'lib qolmag'in. Oxiratda sening qilgan amaling, mana hayotiy dunyoda qilgan amaling sana asqatadi. Ba'zi bir insonlar biz andaq seyit avlodimiz, biz u avlodimiz, bu avlodimiz deydi. Ota bobolarimiz andaq o'tgan ekan, mandaq nocha o'tgan ekan, u bo'lgan ekan, bu bo'lgan ekan deydi. U insondan so'rasak, namoz o'qimsiz desak, namoz o'qimaydi. U insonning ota bobosininki andaq mandaq bo'lganligi u insonni jannatga elib kirolmaydi aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom o'zining qiziga aytibdi. Amal qilgin, taat ibodat qilgin. Dadam payg'ambar deb nim g'aflatda qolmagan qizim dedi payg'ambar alayhisalom. Aziz qarindoshlar, payg'ambar alayhisalom shundaq da'vat qilganda boshqa insonlarning qo'lidan nima kelishi mumkin? Hech narsa kelmaydi. Chunki u kunni biz hammamiz yaxshi bilamiz. Yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abi va sahibatihi va bani. Chunki u kunda har bir inson o'zining birodaridan qochadi, onasidan qochadi, dadasidan qochadi, xotin bola chaqasidan qochadi, qavm qarindoshlaridan qochadi. Mashimani ko'rinib, meni ko'rib qolmasin, mening savobimdan elib qolmasin, yoki men uni xafa qilgan edim, meni ko'rib, mendan qisos intiqom olib qolmasin. Chunki o kunda oltin kumushlar insonlarning oyoq ostida yuradi ekan aziz qarindoshlar. Oltin kumush birlandliga, marvoyatliga depsab ustidan depsab yuradi ekanmiz o kunda. Chunki u narsaning hech qanday qadr qimmati bo'lmaydi oxiratda. U narsada oyoq ostimizda axlatning o'rnida. Mana sendan manchilik pulini yig'aganda mana pulni ol desak ishlamaydi u pul. Chunki o kunda savob va gunohdan iborat mana shu ikkita narsa ishlar ekan. Bir insonga zulm qilib qo'ygan bo'lsak, o insonga bizning savobimizdan elib Alloh taolo o insonni rozi qiladi ekan. Agar o insonga beradigan bizda savobimiz bo'lmasa, o insonning gunohidan olib bizga yuklaydi ekan, atib qo'yadi ekan bizga. O insonningki gunohi yengillaydi ekan, jannatga kirishga haqliq bo'lgan bo'lsa, kirishga nima qila olgan bo'lsa, jannatga kirib ketadi ekan. Kirishga nima qilinmagan bo'lsa, darajasi to'shmagan bo'lsa, yana shu savobi uchun ana shu mahshargohda saqlab turadi ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu dunyoda meni kambag'al qilib qo'ydi, Alloh taolo menga hech narsa bermadi deb bundaq nashkurlik qilib, noliydigan, faryod qiladigan, shikoyat qiladigan ishlarni qilmasligimiz lozim ekan. Kambag'allik ham bir ne'mat, Alloh taolaning ne'mati. Alloh taolo kimni boy qiladi, kimni kambag'al qiladi, Alloh o'zi nihoyatimi yaxshi biladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh taolo sizni bizlarga nimani ato qilgan bo'lsa, ana shu ato qilgan ne'matiga shukr qiladigan bo'lsak, qanoat qiladigan bo'lsak, Alloh taolaning yaxshi bandalaridan bo'lib qolamiz. Chunki Alloh taolo qanoat qilgan, shukr qilgan bandasini yaxshi ko'radi. Allah yaxshi ko'rgan bandasining gunohini afv qiladi aziz qarindoshlar. Allohning yaxshi bandalaridan bo'laylik. Shuning bilan birgalikda Allah sizni bizlarning gunohimizni afv qilsin.
Xo'sh. Abdullah ibn Mughaffal radhiyallohu anhu mundaq dedim. Qala rajulun lin-nabi sallallohu alayhi va sallam ya Rasulullah vallahi inni la uhibbuka dedi. Kunlarning birida bir kishi payg'ambar alayhisolamning huzuriga kelib, "Ya Rasulullah, Alloh bilan qasamki, men sizni yaxshi ko'raman" dedi. Yaxshi ko'rishimda hech qanday shak shubhaga o'rin yo'q. Alloh bilan qasamki, mana bu da'vat qilgan so'zimga Alloh guvohdir. Men sizni butun vujudim bilan, jonim bilan, butun borliqim bilan haqiqatan men sizni yaxshi ko'raman dedi. Shunda payg'ambar alayhisolam nima dedi azizlar? Shunda payg'ambar alayhisolam aytdi ekanki, "Unzur maza taqul." Nima da'vat qilingni chaqlab gap qilgin. Nima da'vat qilingni o'ylab gap qilgin dedi. Mana shu so'zni degandan keyin halaq kishi yana aytdi ekanki, "Vallahi inni la uhibbuka thalatha marratin." Alloh bilan qasamki, men sizni yaxshi ko'raman. Alloh bilan qasamki, men sizni yaxshi ko'raman. Alloh bilan qasamki, men sizni yaxshi ko'raman ey Allohning payg'ambari deb so'zini 3 qatim takrorladi aziz qilib. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, "In kunta tuhibbuni fa'id lil faqri tijfafan fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni min as-sayli ila muntahahu." dedi. Shunda aytdi ekanki payg'ambar alayhisalom, "Agar sen meni yaxshi ko'rsang, kambag'allik tonini tayyorla" dedi. Ya'ni bu degani boylikqa berilmagan dedi. Boylikqa berilib qolsang, sen meni yaxshi ko'ra olmaysan. Meni madamiki meni yaxshi ko'radigan bo'lsang, kambag'al holatda yashashga majbur bo'lib qolasan. Chunki payg'ambar alayhisalom ana shu hayoti davomida qorni to'yib ovqat yegan zot emas aziz qarindoshlar. Shuning uchun aytayapti ekanki, agar sen meni yaxshi ko'radigan bo'lsang, kambag'al bo'lib qolishingga tayyor tug'in. Ya'ni kambag'allik yetib qolsa, shuningga sabr qila oladigan bo'lg'in. Mol dunyoga berilmagan deydi. Payg'ambar alayhisalom aslida nihoyatimi boy edi, ammo hech narsani o'ziga olib qolmasdi. Bugun qo'lida nima bo'lsa, shu narsaning hammasini ashablariga taqdim etdi aziz qarindoshlar. Oqshomlikqa nima yeyman, atiganlikka nima yeyman, qornim ochqanman-du demaydi. Allohga tavakkul qiladi aziz qarindoshlar. Oqshomqi narsani ham Alloh taolo yetkazadi, yetkazsa yeydi, yetkazmasa yemaydi aziz qarindoshlar. Amma shikoyat qilmaydi, qo'zqam och qoldi, ey Robbim, meni och qo'yding. Men degan bir payg'ambar tursam, mening holimdan xabar olmading ey Robbim demagan aziz qarindoshlar. Shunisi jazmanki dedi payg'ambar alayhisalom. Peqirliq meni yaxshi ko'rgan kishiga kelkunning tezligidanmi burunroq yetib keladi dedi. Yana qandaq bir inson haqiqiy men payg'ambar alayhisalomni yaxshi ko'raman dedi ekan, u inson mana shu och to'q orasida yashaydi ekan. Qo'li mol dunyo ko'rmaydi ekan. Mol dunyo ko'rgan taqdirda ham ana shu mol dunyoni o'zidan boshqalarga taqdim etib, boshqalarning hayotini o'zining hayotidan afzal bilib yashaydi ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun ko'p aytamiz payg'ambar alayhisalomni yaxshi ko'ramiz deb, ammo amaliyotda bo'lsa, mana bu sahobalar yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'ra olmaymiz aziz qarindoshlar. Qanchalagan pullarimiz bor. Uylarimizda 1-2 kilo emas, 5-10 kilo, 10-20 kilo bir qop guruchlarimiz bor, unlarimiz bor, yog'larimiz bor, seypaylarimiz bor, hamma narsamiz bor. Oqshomlikqa ham yetadi, 3-4 kunlik ham yetadigan narsalarimiz bor uyimizda. Ammo payg'ambar alayhisalom bunday yashamagan ekan aziz qarindoshlar. Alloh sizni bizlarni ham ana shu payg'ambar alayhisalomdek yashaydiganlardan qilsin aziz qarindoshlar.
Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu mındaq deydi. Qama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala hasirin faqama ve qad athara fi janbihi faqulna ya Rasulullah law ittakhazna laka wit'an faqala mali walid dunya ma ana fi dunya illa karakibin istazalla tahta şeceratin thumma raha ve tarakaha ravahu Tirmizi. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhumanın mındaq deganligi rivoyat qilinadi aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom bir bo'rining ustida uxladi. Ana shu qo'mishdan yasalgan bo'rini hammamiz yaxshi bilamiz. Payg'ambar alayhisalom ana shu bo'rida uxlaydi aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom o'rnidan turganda dedi, uning beqinlariga bo'rining izlari chiqib ketibdi. Ana shu bo'rilar petib ketib, sanchilib ketib, iz chiqib qolibdi beqinlariga. Uyqudan qo'pqanda Payg'ambar alayhisalom. Shunda sahobalar aytdi, "Ya Rasululloh, sizga biz bir yotqan qilaylik." Bunda qilmang ya Rasululloh, sizga biz bir yotqan nima qilaylik? Ko'rpa yotqan sizga bir tayyorlaylik. Shu ko'pida uxlang, yotqanda uxlang ey Allohning payg'ambari deganda Payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, Payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, "Menga dunyoning keragi yo'q" dedi. Men dunyo bilan hech qanday bir nimam yo'q dunyoninki. Men dunyoda faqat daraxtning ostida saydab, yana aram ilib, ondan uni tashlab ketgan yo'lovchiga o'xshash odamman. Yana bir safar qilayotgan odam herib ketib, quyoshli kunlarda bir daraxtni ko'rib qoldi. Ana shu daraxtning soyasida birdam sayda bo'lib, aram ilib olib, keyin yo'lini davom qilgan yo'lovchiga o'xshayman. Dunyo hayoti mana shu. Bu dunyo hayotida unchilab berilib, necha qat yotgan ko'plarning ustida uxlab, mana bunda qiladigan narsa emas. Men bu yo'lovchiman dunyodan o'tib ketayotgan deb javob qilgan ekan aziz qarindoshlar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: "Yadkhulul fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya bi 500 amin." dedi. Subhanallah. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: "Kambag'allar qiyomat kuni boylardan 500 yil oldin jannatga kiradi" dedi. Qiyomat kuni kambag'allar boylardan 500 yil oldin jannatga kiradi. Yana qiyomatning bir kuni 1000 yilga teng ekan aziz qarindoshlar. Yana bundan qaraydigan bo'lsak, qiyomatning bir kuni 1000 yil o'tganda bir kunni o'tkazadi ekanmiz. Yani ana shu nimalar kambag'allar beradigan hisob kitobi oz kambag'alning. Bu mol dunyoning hisob kitobini berish bakma qiyin aziz qarindoshlar. Yipidan jingnisigacha hisob kitobini berishga to'g'ri keladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun Ali radhiyallohu anhu aytdi ekanki, mana mol dunyoning haloliga hisob, haromiga jazo degan ekan. Biz haram malga hisob bermaymiz. Haram maldan hisob elishning hech hojati yo'q. Haram o haram. Ana topgan haloldan topgan malni qanday qilib topdik va ana shu halol mal dunyoni nega sarfladik? Allah rozi bo'ladigan yerga sarfladikmi yoki Allah norozi bo'ladigan yerlarga sarfladikmi? Ana shuning hisob kitobini berishga to'g'ri keladi ekan. Shuning uchun kambag'allik ham o'ylab qaraydigan bo'lsak, bakmi cho'ng boyliq ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun kambag'al bo'lib qolgan birodarlarimiz, qarindoshlarimiz, mu'min qarindoshlarimiz hech tushkunlikka tushmasinlar. Men kambag'al bo'lib ketdim. Ota-bobomdan tortib kambag'al ekan, biz ham kambag'al bo'lib o'tib ketyapmiz. Yoki undan biz ham bundoq bo'lib o'tib ketyapmiz. Bu narsalar hech mu'min musulmonga yarashadigan so'z emas ekan aziz qarindoshlar. Kambag'alligimizga ham shukr qiladigan bo'lsak, qanoat qiladigan bo'lsak, biz Allohning rahmatiga, mag'firatiga erishadiganmiz. Boy bo'lib,
boylikning hisobini berolmasdan azobga yo'liqqandan kambag'al bo'lib osongina jannatga kirib ketgan afzal emasmi aziz qarindoshlar? Xo'sh. Oxirida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi aziz qarindoshlar. Ittala'tu fil jannati fara'aytu akthara ahliha al-fuqara. Jannatga qarasam dedi, jannat ahlining ko'pchiligi kambag'allardan tarkib topgan ekan dedi. Jannatga qarasam jannat ahlining ko'pchiligi kambag'allardan iborat ekan dedi. Wattala'tu fin nar fara'aytu akthara ahliha an-nisa. Do'zaxga qarasam do'zax ahlining ko'pchiligi ayollardan iborat ekan dedi. Aziz opa-singillarim, aziz ochi-singillarim, ukalarim, qarindoshlarim, onalarim, mehribonlarim, mana bu hayoti dunyoda hayotingizni g'iybat, shikoyat bilan, taatsizlik bilan o'tkazmaylik aziz opa-singillar. Chunki payg'ambar alayhisalom aytibdi, do'zaxga qaradim dedi. Qarasam do'zax ahlining ko'pchiligi ayollardan iborat ekan dedi. Shuning uchun aziz opa-singillar, aziz ochilarim, aziz onalarim, erlarimizga itoat qilaylik. Bolalarimizni yaxshi tarbiyalaylik, iymonlik, e'tiqodli qilib tarbiyalaylik. Erlarga yordamchi bo'laylik. Norozi qilmaylik. Chunki bir ayol erini norozi qilib qanchalik vaqt o'tkazadigan bo'lsa, shunchalik vaqt u ayol farishtalarning la'natiga uchraydi ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun dunyo hayoti 4 kunlik. Erimiz xafa qilgan taqdirda ham chiroyli afv qilib o'taylik. Chiroyli yo'lini topaylik. Uningga qarshi chiqib, uni norozi qiladigan, uningga azor beradigan ishlarni qilmaylik aziz qarindoshlar. Ana shunda oxiratligingiz obod bo'ladi. Sizning oxiratingiz obod bo'lsa, biz xursandmiz. Aziz onalarim, aziz ochi-singillarim, mana bu 4 kunlik hayotga aldanmaylik. Bu dunyo hayotini nihoyatda chiroyli o'tkazaylik. Dunyo hayoti bakmi tatliq, bakmi go'zaldir, ammo buni qaysi bir inson qanday o'tkazishiga ham bog'liqdir. Shuning uchun bu dunyo hayotini chiroyli o'tkazaylik. Madamiki biz Alloh va uning rasuliga bo'ysunib yashaydigan bo'lsak, dunyo hayotining o'zida jannatda yashagandek bo'lamiz. O'lganimizdan keyin haqiqiy jannat bilan hayotimiz yanada go'zal bo'lib ketadi. İnşallah sizi bizler hammamiz jannatda jamu-jam bo'lishga Alloh taolo hammamizni muyassar qilsin. Mana bu taat ibodatlarni Allah rozi bo'ladigan shaklda, Allah rozi bo'ladigan yo'l bilan qilishga Alloh taolo hammamizni muvaffaq qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره